Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 2021-yili 4-oyning 23-kuni oldi bilan haminglarniki Ramazon oyi ko'ngillik, salomatlik bo'lsin. Tutgan ro'zanglarni, o'qigan duolaringlarni Alloh qabul qilsin. Sizlarga nazaraq ushur yetkazib qo'y deb chiqdim. Bugun sal baldiroq chiqdim, tushdi ishim bor. Bu hafta xalqaro xabarlarning ichida eng cho'ng xabarlarniki birisi tundugun Angliyaniki parlamenti Xitoyniki Uyg'urlarga qaratgan siyosatini irqiy qirg'inchilik degan bir qarorni oldi. Bu bir cho'ng xabar biz uchun. Bu hozir endi Amerika, Kanada, Gollandiyadan keyingi 4-davlat bo'ladi. Xitoyniki Uyg'urlarga qaratgan siyosatini irqiy qirg'inchilik deb atag'ini. Angliyada ikki parlament bor ekan, Amerikaga o'xshash. Birisini yuqori parlament, birisini tuvan parlament deb ataydi ekan. Amerikada Avam palatasi, Kengash palatasi deb ataydi. Men shularga o'xshab qoldi ekan deb tushundim, mening tushunchamda. Buni shu tuvanki parlament tashlabdi bilatni tunugun. Bu yanniki bir narsa var, men eskartib qo'ydigan. Sizlarga burundan tortib deb kelgan bir ahvol bor. Uni desanglar, agar bir davlat hokimiyati, hukumati yana bir davlatniki hukumatiniki qilgan ishlarini mushtaq irqiy qirg'inchilik, jinoyat deb mushtaq bir e'tirof qilsa agarda, bu ashuni e'tirof qilgan davlat hukumati qarshi tarafga qarata tadbir qo'llanishi kerak. Xalqaro munosabatda, normal ahvolda. Lekin ma'u tunan ilg'on qaror qanday ekan desanglar, uni inglizcha non-binding debdi. Non-binding degani mas'uliyatga tortilmaydigan, javobgarlikka tortilmaydigan shakldagi deb apti buni. Shunga bu nima desanglar, mening tushunchamcha, bu endi biz e'tirof qildik. Xitoyniki Uyg'urlarga qaratgan siyosati irqiy qirg'inchilik. Lekin biz bu vaqtda bir tadbir qo'llanmasakmi bo'ldi degan gap. Biz javobgarlik tortilmaymiz. Mush qarorimizni amallashtirish jihatda javobgarlikka tortilmaymiz degandek bir ish. Shunga buni eskartib qo'yay dedim. Ikkinchi cho'ng xabar, men oldingi haftadagi videoda sizlarga degandim, Amerikadagi ikki partiyaniki kongress a'zolari bir qonun loyihasini o'tirg'a chiqaryotdi. U qonun loyihasining ismi strategiyalik 2021-yillik strategiyalik raqobat qonun loyihasi degan qonun loyihasi. Bu shu payshanba kuni, chorshanba kuni nimadan Amerika kongressining xalqaro munosabat komiteti deyman, shulardan bu tasdiqlanibdi. Uniki 21 a'zosi bor ekan, bir a'zosi qarshi turib 20 a'zosi qo'shilib degandek nihoyatda cho'ng g'alaba bilan bu qonun loyihasini o'tkazdi, o'tibdi hozir endi. Sizlarga degandek, bu nihoyatda 280 betlik bir cho'ng hujjat. Uning ichida nurg'un mazmunlar bor. Buning ichida Uyg'ur va Hongkonglarga oid mazmunlar alohida ta'kidlangan. Buning qo'shib hozirina Amerikaniki kongressining ichida olimpikniki qanday qilamiz darajada Xitoyda o'tkazilgan olimpikni qanday qilamiz degan masala ustida bir qism paranlar bo'lyotdi. Andan keyin Uyg'urlarniki kishilik huquq masalalari o'rtoqlikmi paran bo'lyotdi, bu to'g'ri o'tgan masalaga degandim. Ishqilib bu haftadagi yana bir cho'ng xush xabar mushu bo'ldi. Andan keyin bak cho'ng xabar emas, ammo Uyg'urlardagi yoshlar biroz qiziqadigan bir ish bor. Uni nima desanglar, Tesla shirkatini qurgan odam, SpaceX'ni qurgan odam shu Elon Musk degan odam. Bu Xitoyga bak amroqdi. Xitoyga amroq deganim, Xitoyga mablag' solib, ashada Tesla mashinasini Xitoy ishlab chiqaraman deb o'tgan yil Shanxayga 2 milliard dollar pul xarjlabdi ekan. Ashada Tesla mashinasini yasaydigan zavod qurish uchun. Tunugun Xitoy bu Elon Muskni Xitoydan qo'g'lashniki bir chorasini qildi. Uni desanglar, bir mashina, Tesla mashinasining birisida vaqa chiqibdi. Amaliyotda bir odam mashinani boshqara olmay,
turmuzni qayta kichik dastlabki qilibdi, ammo pitlar to'xtatmay yana mashina suv qaytgan ekan. Andan buning qizi bir magiya yasab Tesla mashinasidan chiqqan chatoq degan bir xatni yezib oldiga o Tesla'niki oldiga berib namoyish qilgandek bir ish qilibdi. Keyin uni sochga akitibdi. Undan keyin hozir endi Xitoyda umumyuzlik Tesla'ga qarshi bir to'lqin qo'zg'alibdi tunugun. Endi analizlarningki deyishicha bu Xitoyniki bir suiqasd deydi. Xabarlarda bor Xitoy shu chet elniki texnikalarini idish jihatda intayin razil vositalarni qo'llandi. Mao shu aniki birisi Elon Musk'ni dastlabdan aytdi qiziqtirib, "Sen fursat yaratib beramiz, mablag' soldiganga, bütün sharoitlarni yaratib beramiz" deb uni akirib olib, zavodni qurg'izib, pulni qashigizib, hozir tayyor bo'lganda texniklarini ehtimol o'g'irlab bo'ldi deb o'ylayman men. Andasta chiqayotgan Amerikadan deb. U bunga norozilik bildirib, namoyish bu narsa qilayotgan Xitoylarning hammasi Tesla Jungodan chiqib ketsin deb vaqirab boshlashdan qoldiribdi. Mana bir voqea bo'ldi. Buni bir deb qo'ygim keldi. Ondan keyin 4-cho'ng xabar Amerika klimat havoning isib ketish masalasi haqida bir xalqaro yig'in ochdi. Bu yig'in tunugun bo'ldi. Buningga Xitoydan Xi Jinping qatnashib, uningga so'z qilish fursatini beribdi. 40 davlatdan 6 qit'a 40 davlatniki boshlar qatnashibdi bu videolik yig'in. Hammasi bir yerga kelmadi. Endi o Xi Jinping'niki nima deydiganligini biz bundan bilamiz. Dunyoniki do'pisiga jigdi silibla mang'udi bular. Bu qatimki bo'lgan ishmi ashtaraq ish. Xi Jinping biz bundan keyin hech qanday ishga va'da bermabdi. Faqat lamkin bundan keyin biz shu havoni bulg'ashni cheklash jihatda qattiq tadbir qo'llanamiz deb qo'yibdi. Men bak hayron bu dunyoga. Xitoyni zodi tushunmaydi bular. Amerikaniki do'pisiga jigdi silib, ularni go'llab, pulni xashib olib, amaliyotda muhitni kontrol qilish, bug'nishni kontrol qilish jihatda Xitoyniki ep bo'lgan hech qanday ishi yo'q. 30 yildan uzun vaqt Amerikani mustaq go'llab keldi Xitoy. Ashta qilib tursa-mu, bugungi kunda yana mustaq shani qilib o'ltirdi bular. Adam bak echindi. Men ba'zi xabarlarni anglayotganda o'zimni nima qilishimni bilmay qolaman. Bu Xitoyni dunyo tushunmayib ketadigan bo'ldi. Burungi bir vaqtlarda, bundan 20-30 yillar burun bizning vatandagi bir ziyoli shu Xitoy ustida to'xtalib bir gapni debdiki. Dunyodagi jonliqlarni 3 ga ayirish kerak. Onun birisi inson, ikkinchisi hayvon, uchinchisi xanzu deb. Mundaq ko'z qarashlar xalqaroda qabul qilinmaydi. Siyosatdan to'g'ri emas bunday gap qilish. Ammo Xitoyniki shunday bir tarafi bormi yo'qmi degan chog'da biz Uyg'urlar hammadan yaxshi bilamiz, o'sha bir tarafi bor. Bular mushtaripini zodi tushunmay ketyapti bu dunyo. Xitoy foydani ko'ryapti, dunyo ziyonni tortib yuryapti. Oxiri qanday bo'ladi bu dunyo uqilmaydi. Buning uzun bir cho'ng tema. Aslida bugun so'zlaymanki degandim, Ramazon oyida qindashlarning ko'ngli yerim qolmaydi dedim. Kerak bir vaqtda zodi Xitoyniki hozir dunyoda qilayotgan ishlari nima? Mush yoqda sizlarga biroz tushuncha bermayman. Bunda kelib chiqadigan yakun yaxshi emas. Dunyo birlashib Xitoy taqabul turamamdi degan masalada yana cho'ng bir savol belgisi bor. Ashta boshqa buni kerak deyman, buguncha shunday deb qo'yay. Endi bizniki vatandagi vaziyati hozirmi intayin ig'ir vashi bo'yotidi. Hozir yaqindan kelayotgan xabarlar men burun sizlarga degan cho'ng rasm yoki cho'ng ko'rinish shu bo'yicha mengyotidi. Meniki eng ko'p ta'kidlagan narsam Xi Jinping Uyg'urlarniki 3dan 1 qismini o'ldirib, 3dan 1 qismini sulab, 3dan 1 qismini mashina odamlarga yoki o'rta davrdagi kishilarga o'xshash ashta bir turmush saviyasiga olib qo'ymoqchi degan bosh planni sizlarga chiqardim dedim. Bu plan yana o'xshashlam davom qilyotidi. Endi Uyg'urlarning nopusini 20 million deb hisoblasak, 3dan 1 qismini o'ltiryapti degan gap 6-7 million odamni o'ltiryapti degan gap bo'ldi.
uchdan bir qismini suldi desakmi 6-7 million odamdan sulib o'tgan bo'ladi. Qilib qolganimi 6-7 million odam qilib qolgan bo'ladi. Xabarlarda bormikin, men shu leksiyalarımda ko'p dedim. 2018-yili Al Jazeera televizori bir Xitoyniki markaziy hukumatning bir amaldori Victor Go degan Xitoy, Nuri Turkel, andiki Mahdi Hasan üçü bir sefer o'tkazgan. Shu chaqda Victor Go hammasini qo'shganda Xinjiangdagi Uyg'urlarning nüfusi 6 yoki 7 million chiqadi degan. Bu son shu 3dan 1 degan songa yaqin keladi. Hozir endi yana bir masala, bu 6-7 million Uyg'urlarni suluvatsa bu Uyg'urlar nerede degan bir savol bor. Hozir xalqarada shu Sharq Turkistonga berib mustaqil tekshiramiz degan ovoz kuchayyotidi. Ashta bo'lg'achqa Xitoylar bu odamlarni nega olib degan bir savol bor. Hozir endi yaqindagi o'tirlar chiqayotgan uchur nima desanglar, Uyg'urlarni naydi ko'p sonda ishga ko'gil turibdi bular taqitib. Shunda qilganda bularning oxirgi maqsadi endi bu sulab qo'ydigan 3dan 1 qism odamlarniki bir qismini turma lagerlarda sulamay, endi 6-7 million odamni sulash uchun intan jiq nima ketadi endi imoratlar ketadigan gap endi. Bularning bir qismi ishga taqitib, eng oxirida bizning vatanda shu 6 yoki 7 million nüfusni qoldirib qo'yishni maqsad qilib o'xshaydi. Men bularning hammasini bir-birisiga bog'lab, mushtarak tushundim. Ahvol bak echinishliq. Endi 3dan 1 qismini o'ltirishchi. Buni qanday amalga oshirdi? Chet eldagi Uyg'urlar hamma obdan bilasizlar, bizniki hammamizniki mana shu 4-5 yilning ichida jiq tuqqanlarimiz tugab ketdi. Bu yashash sharoiti ashta nachar, mayli ro'y jihatim bo'lsin, mayli moddiy jihatim bo'lsin, u lager turmadiklarini tilga olmaydi. Ashta bo'lgandan keyin bizniki nurg'un odamlarimiz o'tib ketib bordi. Hozir endi menga kelgan yana bir yangi xabar, Aqsu'niki bir qancha noiyalarda dehqonlarga kiyim taqitib, bu kiyim harbiylarning kiyimiga o'xshaydi ekan. Harbiylarning kiyimi naq o'zi emas, bir xil yeşil güllük kiyim. Muşun taqitib, her etkinsi kilip, öymöy adamlarını çıkıp, maşinaga besip, işqa ketdik bir yerlerge. Nerede iş vatı iş qısaldı eken, vazifesi var eken bularniki. Eğer vazifesini uğurlayamasa, bular qaytib kelgandeken, ularning bir jig'ilish o'rni bor ekan, uyga bag'izmay ekan bularni. Shu jig'ilish o'rniga usulaydi ekan, aşağıdaki axşamas uyga chiqdi ekan. Vazifasini o'rnayamaganligiga tövbe qilib degandek. Atsi yana shu yerda ishqa ketdi ekan. Kichik bolalar olsa, ularning kari yo'q. Bu ota-onalar bir amallarni qilib, bolalarni bir yesliga o'ramdi, yo haqqi baqizamdi, tuqqanligiga o'ramdi. Ayta qilib amalni o'zi qildi ekan. Men bu xabarlarni anglagandan keyin bu shu ko'plagan Uyg'urlarni tezroq o'ltirish uchun qo'llanayotgan tadbir ekan deb tushundim buni. Ma'nodagi inglizcha yozib chiqarib olmadim. Twitterga men chiqarmayman bir qancha kun ichida. Bu umumiy manzara Uyg'urlarniki oldidagi umumiy manzara intayin nachar. Sharq Turkiston Uyg'ur yo'q bir zamonga aylanib qarab menyapti hozir. Ahvol shunaqa og'ir. Endi yeni bir ikki ahvol bor masalaga deb qo'yg'im kelayotgan. Hozir dunyoniki kuzini bo'yash uchun Xitoylar dunyodagi nurg'un yerlarda Xinjiangga berib ko'p yaqinlar, o'zingga berib ko'p yaqinlar deb boshda davatidi qo'rqmay. Nayt ko'p deydi bu gapni hozir yaqin yoqi. Bir qism umaklarni o'zlari tashkillab bizim vatanga olib boryapti bular. Ko'stishga. Ularni endi asosan meni yuyishga olib bordi. O'zlariga tayyorlab qo'ygan yerlar o'shani ko'stidi. Undan boshqa bu bizniki vatanga ekskursiyaga, tekshirishga emas, ekskursiyaga borgan diplomatlar yoki boshqa kishilar borgan vaqtida bular oldi bilan 1-2 soatlik video qo'yib berdi. Hukumat tashqat videosi. Mushu videolarning ichida ikki ko'rinish bor. Uning birisi nima uchun Uyg'urlar ustidan qayta tarbiya olib borganligi haqida. Bular shuni ishlatadigan bir rasm bor. Bu rasmni o'tganda ba'zi qarindoshlar WhatsApp'larga chiqargan demancha salab qo'ymabdiman. Misol ma'noga o'xshaydi. Bir tarafida bir hijobliq Uyg'ur xonim bor. Ma tarafda ana hijob qilmagan yo'q, hozir zamon bo'yicha yashayotgan Uyg'ur qizlari. Mushu videoni ko'rsatdi ular. Ko'rsatib Uyg'urlar burun mandaq radikaldi, biz ularni o'ngshab mandaq qilib qo'ydik degan narsa shu videoning ichida bor tashviqot. Bu birinchisi. Ikkinchisi
vatanning ichidagilarga qilayotgan tashviqotda yana bir rasm bor. Bu rasm qaysi desanglar bor rasm. Bu Türkiye'deki qarindoshlar, xonimlar yardım noktasından ungurish taqatgan vaqtida shuni olamiz deb uchratib turadigan xonimlar o'xshaydi. Endi hammasiniki kiyimi qora. Bu rasmni shu Xitoylar vatandagi Uyg'urlar ko'rsatib, ko'rdinglarmi? Bizlarni boy qilib, hozir qusug'inglar to'q, shundoq boy yashayapsizlar. Sizlarniki chet elga chiqayotgan qarindoshlaringlar mushundoq tilanchilik qilib jam boqyotidi. Aniki ham radikal, ham tilanchi mana ko'ringlar deb marisini ko'rsatyaptilar tashqatda. Endi agar siz vatanda bo'lsangiz, tuqqanlaringiz chet elda mushundoq tashqatni anglayotgan chog'da qandaq bir ruhiy holat paydo bo'ldi sizda? Endi Xitoyning maqsadi bu narsani ko'rsatish orqali partiyaga, Gunsandanga rahmat danglar. Sizlarni biz bunday kun qilib qo'ymadik, qalanda qilib qo'ymadik, osh qo'ymadik. Sizlarniki turmush saviyalarini o'stirib, radikallarni o'ngshab, hozir turmushlarni baxtli deb quvvatlaydi bu tashviqotni. Lekin bularniki foydalanayotgan materiallarga diqqat qilinglar. Bundan boshqa o'tgan hafta bir hafta ichida chiqqan ikki cho'ng inglizcha maqolada birinchi cho'ng boshpatga ishlatgan rasmda mushaq qora niqobliq xonimlarniki rasmni ishlatdi bo'la. Oshtoq bo'g'ashqa o'tgan haftada men niqob ishida ozroq to'xtaldim. Undan boshqa sabablarmi bor? Sizlarga degan yana ikki sabab bor. Uning birisi hozir Amerikada Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasi degan loyiha o'tirib chiqdi. Buningda Uyg'urlarniki Amerikaga ko'chman bo'lishini osonlashtirish. Bu yilning 5'ida Gollandiyadami mana bir qaror olibdi. Bu qarorning ichida bir shart bor. Radikal musulmon emas Uyg'urlarni elish degan bir shart bor. Mana bu qora niqob bütün dünyada teröristler bilan bağlangan. Onu siz meniki qandaq tushundirishimdan qat'iy nazar dunyoning nazarida bu qora niqobli kishilarni ko'rsam bularning kishilarning kalasiga ishtiqlamkin terroristlar keladi. Bu amaliyot buni biz men buni qo'shilman, qabul qilman degan gap emas. Reallik ashundoq. Shunga bu şu g'arb ellerge ko'chman bo'lgan shop qolsa, shundaq biz Uyg'urni olamiz, ammo radikal musulmon emas Uyg'urni olamiz degan gap o'tirib chiqyapti. Men bu ishni o'yladim. Yana birisi hozir xalqarada Uyg'urga yordam qilamiz degan narsa ko'p chiqyapti. Men sizlarga bugun degan Xitoyning Uyg'urlar qilayotgan siyosatini Uyg'urlarniki irqiy qirg'inchiligi deb atash, asadab qabul qilish, bu bir to'lqin ko'tarildi hozir. 4 davlat qabul qilinib bo'ldi. Bu yerda diqqat qilinglar. Hammasi Uyg'ur deb ketyapti. Boshqa ism yo'q bu yerda. Shunga ashtaq bo'lgandan keyin bu bizniki hozirgi bosh ahvollarimiz bizga bir xil foydasiz, shu qora niqob bilan munosabatli bir qism ahvollar bizga bir xil foydasiz sharoitni hozirlab qo'yibdi. Yana bir gapni unutib qoldim, men buni deb qo'yay. Xitoylar Sharq Turkistonni ekskursiya qilib borgan chet elliklarga shu videoni ko'rsatgan chaqda deydigan yana bir gapim bor. Chet eldagi biz hozir Şinjandagi Uyg'urlarni o'zgartirdik. Chet eldagi Uyg'urlar shupeti agar ishonmasanlar Istanbulga borib qarab yaqinlar Zaytunburg'a berib deb shunda deydi bular. Zaytunburg'a men borgan. U yerdagi qanday ko'rinishning qandayligini bilan bilaman. Ondan Türkiye hükümeti aşırı rayondagi Uyg'urlarga qanday qaraydi? Türkiye'nin saqchilari aşırı rayondagi Uyg'urlarga qanday qaraydi? Buni bilan bilaman. Uyg'urlar shuncha bir ulug' millatdi. Shuncha e'tiborlangan, O'rta Osiyoni so'rgan, ashtaq bir millatdi. Hozir xorlanib qoldik hamma yerda. Türklarniki, bir qism Türklarning nazarida Uyg'urlar Turkiyaniki kasal ko'pisiga aylanib qolyapti. Xuddi ayni vaqtda Xitoy Osiyaniki kasal ko'pisiga aylanib qolgandek, Uyg'urlar Turkiyaniki kasal ko'pisiga aylanib qolyapti.
saqchilar Zeytinburg'a bağlanmayken bir vaqa chiqsa, hukumatning shuna 5 qatığılıq bir qism kishilar Türkiye hukumatidan norozi bo'ladi. Amaliyotda bizniki norozi bo'lganga hech qanday asosimiz yo'q. Türkiye 50 mingdak Uyg'urni beqiyotdi hozir. O'ziniki obraziga qanday ta'sir etishlardan qat'iy nazar beqiyotdi bu. Men mushahfalarni ko'zda tutib o'tgan hafta niqobni kiyish to'g'riliq ozroq qildim. Uyg'urlarniki bir qism Uyg'ur xonimlarniki qora niqobliq bo'lishida asosliq 3 sabab bor. Buning ba'zilarini shu o'tganki bir hafta ichidagi muzokara jarayonida bildim men. Endi uni birinchisi ular bu qora niqobni islomning kiyimi deb o'ylaydi. Allohga yaqinlashtirdi, Allohni rozi qilaman, Allohni xush qilaman, jannatga kiraman degandek ko'z qarashdagi kishilar bir qismi. Ikkinchi xildikilari buni menga boshqalar dedi, shu bir hafta ichida boshqa qarindoshlar deb berdi. Turkiyada yoki boshqa davlatlarda bor ayrim osonda. İri mecburlayık ayolini, işte bulsa endi. Şeriatda bir qoida bor ekan, agar iri va dadisi mecburlasa bir xonimni, shularning degani bo'yicha qilmis bo'lmaykan, ish qilmis bo'lmaykan. Bu meniki menga boshqalarni deb bergan o'zimning gap emas, men sizga deb qo'yay. Shu nuqtadan qarni qattiq bo'ldi qolar bor ekan. Uchinchisi, men o'tgan hafta degan Xitoy mollamlariniki qilayotgan ish. Xitoy mollamlari niqobli Xitoylar, hijobli Xitoylar. Men dedim bu Xitoylarniki bir cho'ng strategiyalik plani, Uyg'urlarni vayron qilish planiniki bir qism. Bu ish bo'ldi. Suriyaga 20 ming, 30 ming Uyg'urlar bora olibdi. Boshqa davlatlarga 5-10 Uyg'urlar chiqamanda, Xitoylar qilmamda, da paras qilib pasanlagan bo'ldi. Mushta sabablardan bo'ldi. Endi meniki o'tgan hafta deganim bu kiyim islomning kiyimi emas. Arablarning ichidagi bir qabilaniki kiyimi. Men qabila deyman deb tabiqamin da'vatga o'xshayman, kechiringlar. Asli qabila demoqchidim. O bir islom bilan munosabati yo'q qora niqobniki. Shu gapni degan buni bir qism o'limalarimiz buni muallashtirdi, haqiqatan bu qora niqob islomning kiyimi emas degan narsani. Onundan başqa meniki yamir deganim ciddi ahvolda, canını qutqizdigan ahvolda odat qilsa gunoh bo'ldigan ba'zi ishlarni qilsasimi Alloh kechirdi ekan deb men bu agar ochdan o'lib ketadigan ish qolsa musulmonlar cho'shib go'shtini yeyishimi bo'ldi ekan degan gapni deb qo'ydim. Ikkina mana shu narsani deb qo'ydim men. Men yana bir narsani taklif qilay, men o'lima emas, diniy ziyonlar emas, dinni o'qimagan. Bundan keyin dinni o'qish imkoniyatim bormi yo'qmi o'qimayman. O'zim bir tarafdan ancha-muncha o'rganib qo'yman, lekin rasmiy bir o'qish kirish planim yo'q. Yeshim biriga berib qoldi. Bu gapni taklif qilyapman. Men degan gaplarimni kamsa manbasi bor. Hozir endi xalqaro vaziyat va Xitoy davlatidagi vaziyat bizni ba'zi bir o'zgarishlarni yasashga majburlayotdi. Biz o'zimizni qutuldira olamiz yo'q. Bu savolda biz o'zimizning kuchiga tayanib qila olmaymiz. Allohdan umid kutamiz hamda dunyodan yordam berishni tilaymiz. Hozir biz shunday bir holatda. Shundaqmi bizimki kelgusimiz aniq emas. Biz qanday bir holatda, taqdirimiz qanday bir holatda oxirlashganligi. Ayta boshqa va o'zimizniki kontrolligi ostidagi o'zimiz qilayotgan ishlarni qilib turaylik deb meniki degan gapimning asosliq mazmuni shu. Endi o'tgan hafta shu diniy o'lmalarniki ba'zi o'lmalarning deganini shu haqiqatmi qora niqob bizniki dinimizningki kichik narsa emas, undan keyin u sunnat emas, vojib emas, farz emas degan gaplarni dedi. Men ularga ko'p rahmat aytaman. Hozir endi o'tganda Turkiyadagi Uyg'urlarni tutib Xitoyga o'tkazib beradigan degan gaplar tarqaldi.
azroq odam tutishmi bo'ldi. Turkiyadagi qarindoshlar nihoyatda dakidek ichida yashayapsizlar. Men ham shundoq sizlar uchun. Agar ashtaq bo'lmasam men bu gaplarni deb o'ltirmaydim. Mening xizmatim bor odam, butun kun xizmatim bor. Tayyorlik qilaman sizlarga, men so'zlayman deb. Unda qilmaydim. Shunga biz hozirgi o'zimizdagi duolarda Allohdan o'zimizning vataniga sog' salomat qaytib ketib bo'lg'uchilik Turkiyada turishga imkoniyat yaratib bergin degan narsalarni tilaylik hozirdan boshlab. Ehtimol qo'yasizlar, shunaqa bo'lsa davomlashtiringlar buni. Ashta bir ehtimollik bor. Xitoy Turkiyaga intayin qattiq pessimistlik davomli har jihatdan Turkiyaga Uyg'urlarni o'tkazib turganlar bizga. O'tganda azroq odam tutish bo'lib keyin bu to'xtab qoldi, Xudoga shukr. Ammo mushta ahvollar bo'lg'achqa Turkiyadagi bir qism qarindoshlar boshqa yerlarga ko'chib ketishga harakat qilyapsizlar, buni bilaman men. Endi men abatning ismida chiqib qopti, anglasam shu qora niqoblangan Uyg'ur oilalari bularniki yetakchi ideyasi biz millat uchun yashamaymiz, musulmon ummatlar uchun yashaymiz deydi ekansizlar. Shunga bu qarindoshlarga vatanning ahvoli qancha ta'sir qildi uni bilmayman. Menimcha yaxshi ta'sir qildi deb o'ylayman. Sababi nima desa, Turkiyada bir qancha qatim namoyish bo'ldi. 3000 dan 5000 odam chiqib. Buning ichida shu qora niqoblangan xonimlar nihoyat ko'p. Shuni qaraganchada ular vatanga bak ko'ngil bildi ekan. Endi albatta Uyg'urlar ummatniki, musulmon ummatlarning bir qismi. Endi ular shu nuqtadan qilatamdi yoki Uyg'urim deb qilatamdi o'xmayman. Ehtimol Uyg'urim deb qilayotgan bo'lishi mumkin. Endi favqulodda Turkiyada turolmaydigan bir ahvol bo'lib qolsa, vatanga bu hozir qaytib bo'lolmaymiz. Vatanga ketganlar shu vaqtdan o'zlari yo'qolib ketyapti. Ilishkin Abdulla Ayub inimizniki bir yozgan narsani ko'rdinglarmi uqmayman. Yaponiyada bir singlisi bor ekandik. 30 yoshga kirmagan. 2019-yili ketibdi. Ketib o'tgan yil o'lim xabari keldi. 30 yoshga kirmagan qiz. Men 2019-yili Tokioga berib lisensiya degan vaqtimda shu yerda bor ekan bu qiz. Bilirsim tushib ekanmiz, ammo vatandagi tuqqanlarini ayab, menga demabdi ekan men Abdulla Ayobniki singlisi deb. Ilishkin bu xabarni anglab shuncha ko'nglim yerim olib ketdi. Shunga vatanga qaytishga qachonlik fursat bo'ldi bilmaymiz. Endi agar boshqa ketadigan ish bo'lib qolsa, men millat uchun yashamayman, ummat uchun yashayman deyotgan Uyg'urlar. Jadvalni nima deb to'ldirsizlar? Men musulmon ummatlarining bir a'zosi deb to'ldiramsizlar yoki men Uyg'ur deb to'ldiramsizlar? Qolgan Uyg'urlarcha Turkiyadagi. Turkiyada Uyg'ur degan gap hozir aytilmaydi, Uyg'urlar og'zida ancha yo'q. Sharqiy Turkistonlik bir yangi millat ijod bo'ldi, Sharqiy Turkistonlik deydigan. Sizlarchi, sizlar jadval to'ldirgan chog'da Sharqiy Turkistonlik deb yozamsizlar jadvalga. Men shunday deb yozmaysizlar. Abaytaman degandek ashta ishlar bo'lib qolsa, Uyg'urlarni oldigan davlatlarni tekshirdi. Kimning qanday odam ekanligini. Xuddi Gollandiyaniki radikal musulmon emas Uyg'urlarni olamiz deganga o'xshash. Shunga sizlarniki burun ashta qora niqoblik yashagan yoki ashtingda chin turadigan bundan kim u? Ashta odamlarni bilsa, ular olmasligi mumkin. Chuqum %100 ashta demayman men, ashta ehtimolliga bek kuchli. Endi shu chaqda chuqum jadvalga men Uyg'ur deb yozsizlar. Men Uyg'urdim, meni qutqizinglar deysizlar. Mening taklifim nomardlik qilmanglar. Hozirlam men Uyg'ur deb yashanglar. Men Uyg'ur desanglar intan ko'p foyda keldi hozir dunyodan. Hozir dunyodan yordam qilamiz deb o'ta chiqayotganlarning hammasi Uyg'urlarga yordam qilamiz deb chiqyapti. O'ylab bakinglar, biz 6-7 million adamimizniki jindan arilib, yine 6-7 million adamimizniki vatanda turishini qilib kapat qilolmaydigan holatga kelib qoldik Uyg'urlar.
islomda va'dani bak cho'ng bo'ladi. Men Muhammad alayhissalomniki tarjimalardan anladım. Neçə qətim anladım, neçə gün içində yine anladım bunu, qayta anladım. Va'dani bak cho'ng bo'ladi. Hozir hijoblik qarindoshlarni bilan tahlil qilsa, dinimizni ulug' qilish uchun, Allohni xush qilish uchun ashta qildim deb o'ylaydi. Lekin uning tagida men mana shunday jannatga kiraman degan bir ideya bor. Amaliyotda bular jannatga kirish uchun mana shunday qildi, mana shu nurg'un ibodat ishlarini qildigan musulmonlar, Uyg'urlar shuning ichida. Shunga musulmonning ichida amaliyotda shaxsiy manfaat bor. Men nurg'un kishilarni tahlil qilgan. Jannatga kirishdan boshqani o'ylamay yashaydigan Uyg'urlar. Boshqa hech kimga hech qanday manfaat bermaydi. Men bularni tahlil qilib yurib, bular uchiq chiqqan shaxsiyatchilar ekan degan yakun chiqargan. Men Allohniki unda kishilarni yaxshi ko'radiganligiga faqat ishonmayman. Hozir endi odatda yana shu jannat, ümmet, mush nuqtadan hijoblik bo'lib, chet elga chiqadigan chog'da Uyg'ur bo'lib olsanglar, va'dani unutmagan bo'lsizlar. Shunga millatning manfaatini mu ozroq o'ylab qo'yinglar. Xuddi dinimizni yuqori o'ringa qo'ygandek, millatni mu yuqori o'ringa qo'yinglar. Unda qilmay, sali beshinglarga tushsa, men Uyg'ur deb Uyg'ur bo'lib, yordam qilinglar, men Uyg'urdim deb. Qolgan vaqtida men millat uchun yashamayman, ummat uchun yashayman deb turib olsanglar, bu nomardlik bo'ldi. Meniki Mishada chet eldagi Uyg'ur o'lmalarga deydigan bir gapim bor. Sizlar o'tirib chiqib bir narsa danglar. Men abaytaman dedim. Agar men majbur bo'lib qolmagan bo'lsam, bunda o'tirib chiqmaydim. O'tgan hafta nurg'un qarindoshlar shunchalik ansirdi mendan. Alqi kelgan bir qism hujumlarga qarab turib. 90%dan ko'proq qarindoshlar meniki gapimni qo'lidi men degan gaplarni. Azroq 10%dak odamlar hali hujum qilib oldi menga. Ammo hujum qilganlarning ko'pinchisi Xitoy odamlar. Men qarab o'qiman. Bir qism shularni amaliyotda Urumchidagi sochlarni yozib bular. Bu alqi noayati o'rinsiz inkoslarni yozayotgan, mening gapim bilan hech qanday chek bosmaydigan yoki hech qanday munosabati yo'q ashta narsani yozayotgan odamlar Xitoy odamlar. Yoki bo'lmasa, shunchalik qo'rqsak dot odamlar. Lekin ko'p kasallik qarindoshlar tushundi men nima demoqchi bo'lganim. Agar hozir biz mana bir jiddiy ahvol ichiga kirib qoldik. Mushtaq bir ahvolda bizga kelayotgan fursatdan bir unum chiqaraylik deb o'ylayapman men. Ashtaq bo'g'anlik uchun mushtaq gaplarni qilib o'tiryapman. Men diniy tilda gapirolmayman, Qur'on tilida gapirolmayman. Men uni sizlardek diniy o'lmalarda o'rgangan emas. Shunga u gaplarni o'lmalarimiz sizlar qilinglar. Hozir sizlarni ruhlarni jari qildiradigan vaqt. Fakat bo'lmasa, shu qora niqobni olgan Uyg'ur xonimlari namoyish chiqmanglar. Tünögün London'da bo'lgan namoyishlik rasmlarini ko'rdinglar ehtimol. Bir ko'p qilinglar. Uyg'ur xonimlar shunchalik chiroyli, badan do'ppa, atlas ko'ylak, atlas chapon, Uyg'ur erlari do'ppa, aşağı kiyib chiqibdi ekan. Angliyaniki bir qism hukumat amaldorlari chiqib birga qatnashibdi. Agar aşağı namoyish chiqqan Uyg'urlar hammasi qap-qora niqobni olgan Uyg'urlar bo'lsa, u yerga manzil qanday bo'ldi? Odamlar sizlarga yaqin kelamdi emaslar. O alqi uyga kirib olib nurg'un poni atalaymiz. Lekin hozir bizning taqdirimiz xalqaroniki qanday yo'l tutishga bog'liq bo'lib qoldi. Ba'zilaringlar jihad qilib ozod qilamiz vatanni debslanmish shu o'tgan haftaning ichida. Uyg'urlarga 1000 yil fursat bo'lgan islomga kirgandan keyin.
vatanni ozod qilishning hojatimi yo'qdi. Saqlab tursalar bo'ladi. Nima bo'ldi? Sizning qancha askariniz bor? Jihad qildigan. Xitoyning 2 million askari bor. Muntazam askardan. Hozir butun dunyoni besh ketyapti. Xitoy qanday taqabul turish to'g'riliq. Şuna meniki deydiğim eğer fakat bo'lmasa ijabli bo'lgan xonimlar namoyish chiqmanglar yoki Zaytun buruga muxbirlar borsa, chet ellik muxbirlar ism tatimiz deb ism sizlar chiqmanglar ismga. Ma Uyg'urda kiyinib yurgan Uyg'urlar chiqsin. Xitoylar ashlarni burvatida shayga berib kirib qilinglar Zaytun buruga berib Uyg'urlarni deb. Mushta uchlarni Xitoylar burvatida muxbirlarga. Fakat bo'lmasa Türkiye'de yaşayotgan qarindoshlar Türklarni kiyimini ulgu qilinglar. Biz bütün Türkiye irqiy millatlarning ichida Türklarga yaqin. Türklarga xil yaqin. Ashlarga o'xshash kiyim kiysak, hech qanday masala yo'q. Uyg'urligimiz yo'qolib ketmaydi, musulmonligimiz yo'qolib ketmaydi. Hammasi boshning ichida. Shunga balki yo'lni qanday tanlashni bilmayotganlar, ash yo'lni tanlasanglar bo'ladi. Uyg'urlar kiyinish jihatda arablardan o'rganmasligi kerak. Uyg'urlar ko'p taraqqi ketgan madaniyat jihatda. Necha ming yil. Uyg'ur degan so'zniki ma'nosi kultur, madaniyat amaliyotda. Uyg'ur degan so'z madaniyat degan so'zga vakillik qiladigan bo'lib qolgan. Xuddi germanlar degan so'z injenerlik degan so'zga vakillik qilgandek mumkin. Uyg'urlar madaniyatga qatqan millat. Arablarning qanday madaniyati va qancha madaniyati bor hammamiz bilamiz. Arablar 1969-yili qulluq tuzumini oxirlashtirdi. Men 11 yoshga kirgan chaqda arablar qulluq tuzumini oxirlashtirgan. Uyg'urlar madaniyatli bo'lib qoldi, necha ming yil bo'ldi. Oxirida deb qo'ygandim, hozir bir yan to'plash yapyapmiz Uyg'ur Project fondidan. Ikki hafta bo'lay deb qoldi. 2 hafta bo'libdi. 2 hafta bo'ldi ekan. Hozir Facebook'ta jami $4,984 yig'ilibdi bugun. 66 odam yana qilibdi. Andan keyin yana Uyg'ur Project fondidagi PayPal hisobi, Torbeti, andan keyin bevosita pul berganlar bor. Bular Amerika, Kanada, Yaponiya, Yevropa, Turkiya ashtash joylardan va PayPal andan keyin bevosita pul berayotganlar. Üç gün ben Uyghur Project fondini bir qancha xalqaroliq shu nima iyana pullarini taslim qildigan saxovat organlariga tizimlatgandim Uyghur Project fondini. 2 kun oldida ashlarnikidan birisidan $500 kiribdi. U kishimi shu Turkiyadagi o'qish mukofoti uchun xarjlasa degan ashta talab bilan o'tibdi pulni. Şu xalqaro saxovat organidan keldi u bizga. Nomsizkan. Mushqillarning hammasi ko'pdan ko'p rahmat. Hozir hammani qo'shsak, yig'ilgan pul $70,000 ga bordi. Qolgan yana shu Ramazon ichida o'zing otig'ini bor qarindoshlar mashina o'lishib qo'ysanglar. Biz millatniki yangi avlodlarga madad qilishimiz kerak. Bu haqda keyinchalik to'xtalaman. Bu xil bir cho'ng tema. Shunga hozircha men shu deb qo'yay. Bu muhim, bu hammalarning ishini hal qila olmaydi, ashta xo'simi. Biz bir millat sifatida nimani qadrlaymiz? Ashta bir narsani gavdandiradigan bir faoliyat ma'u. Shunga buni ovoz qo'shib qo'ysanglar. Ondan keyin Uyg'ur axborot markaziniki videosi arab tilida chiqyapti. Bunu qatqan qarindoshlar kecha kunduz tirishib ishlab buni chiqyapti. Buni ko'rib qo'ysanglar, ondan keyin maqola yo'laydigan millatni
ma'lum bir jihatda to'g'ri yo'lga yetaklashni o'ylayotgan yoki o'ziniki bilimini taqdim qilishni o'ylayotgan qarindoshlar shu narsalarni yezib o'tmasanglar biz ishlatamiz yoki videoga ishlatamiz yoki jurnalga ishlatamiz uyg'urlar degan tor jurnalga buni sizlarga hisob qo'yay yana bir narsa meniki aloqam bak ko'p hozir meniki twitterimmi inglizcha tashviqotga kuchli bir rol o'ynayotidi vatandan kelgan uchurlar bo'lsa menga o'tib qo'yishni unutib qolmanglar bundan men bak yaxshi foydalana olayman bo'ladi kelaqatim ko'rishga omon bo'linglar xayr xo'sh allohga omonat